Bilasizlar, Loro Piano har doim eng zo'r brendlardan bo'lgan. Demak, bugungi obzorimizda Loro Pianoning yangi kolleksiyadagi amerikankalari va shimlari. Har doim eng yaxshilarini tavsiya qilganmiz. Shu amerikankalardan bittasini men o'zim kiyib oldim. Juda ham materiali zo'r ekan, yumshoq ekan. Menga eng yoqqan tarafi bilasizlar nima bo'ldi? Mana menga tagidagi manjeti bo'ldi. Bu bir xil futbolkalarda, ani vadalaskalarda ko'rsanglar manjetli bo'ladi-yu, lekin yurganingizda tepaga ko'tarilib qolaveradi. Bu o'sha narsasi yaxshi ishlangan ekan. Manjet juda ham sifatli ekan. Xo'p, endi rasvetkalarga keladigan bo'lsak, temno-siniy, yashil, bordoviy, qora ranglari bor, razmerlari M dan 3XL gacha bo'ladi. Demak, amerikankalarimizning narxlari 245 ming so'm. Xo'p, amerikanka olganingizdan keyin albatta bitta shim olishingiz kerak. Loro Pianoning o'zini mana shimlari bor. Qaysi amerikankani tanlashingizdan qat'iy nazar, shu shimlardan bittasini o'zingizlar moslab tanlab olib ketaverasizlar. Undan tashqari bizning do'konimizda oyoq kiyimlar ham bor. Xullas kelib hamma narsani, hamma ishlarni shu yerda bitirib ketaverasizlar. Dastavka xizmatlari ham bor. Xullas hammanglarni do'konimizda kutamiz.